Assalomu alaykum hammaga. Bizni gilam yuvish korxonamizda bugun kichkinagina bir marosim desam bo'ladi. Korxonamizda jonkuyar xodimlarimiz uchun ozgina qo'ldan kelgancha sovg'a tayyorlaganmiz. Sovg'alarni bitta-bitta beramiz. Korxonamizga xalqimiz uchun xizmat qilayotgan xodimlarimiz bor. Jasur kelgan o'zim ukam. Birinchi Jasurmi? Bu yigit gilam yuvishda, ya'ni moyishligimiz, ya'ni mana shu yigit toza yuvmasa gilam bo'lmaydi. Shuning uchun bu yigit uchun eng muhim yigitlardan biri. Yangilikni tavsiya qildim. Rahmat. Qanday? Rahmat dedim-ku. Sunnatga. Bu yigitimiz yaqinda keldi. Sunnat, bu ya'ni to'qofchigimiz, qadovlash bo'limiga ishlaydi. Ham qaydan borayapsan? Sardor bu yigitimiz ham to'qofchigimiz, ya'ni starshimiz. Bu yigit ham juda ham faol ishlaydi, yaxshi ishlaydi. Ukam, rahmatlaringga rozi bo'l. Bayram yaxshi o'tkazing. Keling. Bu yigitimiz yaqinda kelganlar, juda yaxshi inson, yaxshi yigitimiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Ko'pchilik taniydi bu kishini ham o'zi. Dasturchimiz. Muborak bo'lsin. Yana bir asosiy insonlardan bittasi Otaxon keling. Davlat aka, bu kishini ham tanmagan inson yo'q. Dasturchimiz. Mehnatiz rozi bo'ling aka. Keyingi yillarda ham doim o'ynab kulib yuring. Yangi yillar muborak bo'lsin aka. Korxonamizda eng asosiy ukalardan biri Yurak. Men bilan bir 5 yildan beri oldinda Abduhalim. Bu yigitimiz hamma taniydi, himchiska qiladi, ya'ni mebellarni, burchak konfetlarni beradigan yigitimiz. Abduhalim bayram muborak bo'lsin ukajon. Sog' bo'l, barchadan. Eng asosiy insonlardan yana bittasi bu korxonamizni qurishga katta hissa qo'shganlar. Haligacha nima deydi? Ekran ortida zahmatkashlarimizdan bittasi tog'am bo'ladilar. O'zim radnoy tog'am. Tog'a keling. Inson Hojibo, rahmat sizga minnatdorlik uchun. Hali siz bilan ko'p ishlaymiz. Xudo xolasa yangi yil o'tkazing. Bu sovg'a sizga. Rahmat. Hammangizdan Biz asosiy yana bir xodimamiz. Shu korxonamizda hammaga shirindan shakar ovqatlar pishirib beradigan, o'zlarining o'rniga ega bo'lgan yaxshi opamiz bor. Sizni ham bayramingiz bilan sog' bo'ling, yaxshi o'tkazing. Korxonamizda hali yarim xodimlar vaqtliroq ketib qolishdi uylariga. Shuning uchun ularda ham sovg'asi bor, inshaalloh taqdim etamiz. Sog' bir duo bering, keyingi yillar eson-omon yurib, sog' salomat yuraylik. Amin. Hammamiz sog' salomat bo'laylik. Alloh ishlarimizni baraka, shu ishxonamizdan ishlariga baraka bersin. Yigitlarimiz sog' salomat ota-onasini bag'riga borib, sog' salomat yana ishxonaga qaytib kelishi nasib etsin. Bu yangi yillarga yangi ishlarni qilib, sog' salomat hammamiz o'ynab kulishimiz nasib etsin. Rahmat hammaga. Hammalar bayramlaring bilan sog' bo'linglar. Kamchiliklar bo'lsa uzr. Nasib bo'lsa 2026-yil ko'rishamiz. Rahmat.